5 qavatli yig'ishli domning 4-qavatdan umumiy maydon 78 metr kvadratni o'z ichiga joylagan, yevro ta'mirlangan, 3 xonali qilib ta'mirlangan xonadonimiz sotuvda. Asosiy kiraverish qismidan kattagina koridor, prixoj qilish uchun joylarimiz mavjud holatda. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari, asosiy mehmonxonadan bolalar yotoqxonasiga o'tiladi. Kattalar yotoqxonasi hamda kuxnya. Ko'rishni asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz akasini MDF, devorlarimiz mo'ysha bo'ylarda ishlov berilgan, derazalarimiz 2 qavatli akvaplast romlarda, turetska radiatorlarimiz o'rnatilgan holatda. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan, kadastr hujjatlarimiz tayyor, maktab, bog'cha, hamma narsa dasturdan joyga joylashgan. Bolalar yotoqxonasi. Proyektimiz idealna. Xonalarimiz to'liq alohida. Kattalar yotoqxonasi. Manzilimiz Buxoro shahar Shayxul Olam masjidi qarama-qarshi 5 qavatli yig'ishli domning 4-qavatda joylashgan. Kuxnya qismimiz gazli plita, duxkonturni kotel, moyka mavjud holatda, kattagina mягкий sona uchun joylarimiz mavjud holatda. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan. Qo'shimchasiga restoranlarimiz mavjud. Hamda hojatxona. 47.500 ga baholanayotgan ushbu xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki Družba ko'chmas mulk agentligiga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.